Ko'p muslima qizlar e'tibor bermaydigan, lekin katta gunohlarga sabab bo'luvchi amallar. Birinchisi sun'iy tirnoq, soch, kiprik qo'yish. Ularning barchasi hadisga ko'ra la'natlangan amallardan biridir. Hatto ayollar o'z umr yo'ldoshlari uchun sun'iy tirnoq, soch yoki kipriklar qo'ydirishlari mumkin emas. Sahih Buxoriy hadisidan. Ikkinchisi sochni qoraga bo'yash. Ayollar sochlarini bo'yashlari mumkin, lekin aynan qora rangga mumkin emas. Sahih Muslim hadisiga ko'ra payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam shunday deganlar: qiyomat kuni odamlarning eng yomonlari sochlarini qora rangga bo'yab yosh ko'rinishga harakat qilganlardir deganlar. Uchinchisi ayollar atir sepishi. Erkaklardan farqli o'laroq ayollar atirlarni faqat ayollar orasida, mahramlar orasida sepishlari mumkin. Agar ayol kishining atir ifori nomahram erkakka yetib borsa, u zino qilgan hisoblanadi. At-Termiziy hadisidan. To'rtinchisi majburiy g'usl. Ayollar har bir hayz vaqtidan so'ng majburiy g'usl olishlari shart. Siz ibodat qilsangiz ham, qilmasangiz ham bu majburiydir. Sizni ko'proq qanday savollar qiynaydi? Izohlarda yozib qoldiring.